Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun biz G'alaba mahallasiga kelganmiz, G'ofur ko'chasiga. Hamma yaxshi biladi bu domlarni. O'sha eski buzilib ketgan pasport stolda yonidan qurilgan domla. Mana shunaqa mana ajoyib bir hovlisi bor. Plashatkalari, stoyankalari. Bu hovlisi mana bu tomondan kirib kelinadi mana. Ko'rib turgan bo'lsanglar, yangi domla qurilyapti. Beeline ofisi, Chorsu oshxonasi, restorani, Navruz bog'i ro'parasiga mana shunaqa domla qurilyapti. Mana bu kirib kelish mana. Kirib kelishdan mana shu domimizdan, shu kirishdan boshidan mana shu uglovoy qilib qurilgan domimizdan 3-qavat 2 xonali domni, xonadonni hozir obzorini qilamiz. Juda yaxshi variant. Narxi ham chiroyli narx. Har bir kvadrati uchun 7,5 milliondan to'g'ri kelyapti. Subsidiyasi bor. Xohlasanglar naqdga, xohlasanglar subsidiya 28-yilgacha subsidiyasi bor. Keyin xullas kreditini davom etishga ham olsanglar bo'ladi. Oylik to'lovlari ham yaxshi chiqadi. Juda baland emas. Hozir oxiriga aytib o'taman, hammasini tushuntirib. Mana hozir ko'rsataman. Mana bu podez qismi mana kirish. Ko'rib turibsizlar, podezlari ham kengina, yorug'gina yaxshi. Zinalari ham yaxshi, charchatmaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Akkuratni yaxshi qilingan. Hozir ichlarni mana 3-etajga chiqoldik. Yaxshi tomoni bitta qo'shnimiz bo'lar ekan. Ikkita eshik mana podezda. Shuni zinadan 3-qavatga chiqqanimizdan keyin o'sha ikkita eshik bor ekan. Xonadonimiz 3-qavat. 2 xona 58,5 kvadrat metrdan iborat ekan. Hozirgi kunga anchagina katta hisoblanadi. Kirishdan chap qo'lingizga mana shunday bitta katta xonasi bor ekan. Mana xonalari yaxshi katta-katta ekan. Tak. Kirishdan o'ng qo'limizga vannasi joylashtirilgan ekan. Mana vanna ham ancha katta ekan. Bemalol kirmoshni hamma narsalari joylashib ketadi. Mana to'liq kafil bo'lgan. Shuni yoniga hojatxonasi joylashtirilgan ekan. Mana proyektlar ancha yaxshi qilingan ekan. Keyin koridorlarga ham bemalol ko'p narsa joylashadi. Chap qo'ldan mana bu 2-xonasi ekan. Ko'rib turibsizlar, remontlari yaxshi saqlangan ekan. Mana bu oshxonasi ekan. Oshxona anchagina katta ekan. Bemalol stol qo'yib joylashtirib, bemalol o'tirib, yeb ichib o'tirsa bo'lar ekan. Mana ariston qo'yilgan ekan alohida. Plus duxkonturni kachollar qo'yilgan. Mana ko'rib turibsizlar, kuxnya oshxonasi. Mana shu holatga ekan. Tak. Xonadonimizda narxiga kelsak, narxi 36 ming deyilyapti. 58,5 kvadrat, 3-qavat, 2 xona, 58,5 kvadrat uchun 36 ming so'ralyapti. Yana ozgina kelishadigan joyi bor, narxga bo'lsa. Agar kreditda davom etamiz desanglar, boshidan $17 ming beriladi. Qolgan 240,5 million krediti qolgan. 28-yilgacha subsidiyasi bor. Mana shunaqa qilib davom etsanglar ham bo'ladi. Telefon qilinglar, like bosib, podpiska bosib, uy qidirib yurgan tanish bilishlarga tashlab qo'yinglar. Obuna qil,
like boss o'zingga ko'ngil bizning yo'limiz qonuniy hech narsa nojiya ko'ngil Cash Universal number